O'zbekistonda eng ko'p qaysi futbol klub jamoasini muxlislari ko'p? Ayni vaqt oladigan bo'lsak, Manchester City bo'lsa kerak. Hayron qoldim, Manchester City 5 talikka kira olmagan ekan. Unda Manchester United bor ekan. To'g'ri, Manchester United bor ekan, 3-o'rinda ekan. Hop, Bavariyachi? Bavariya 5-o'rinda. Hop, yana Angliya klublaridan Chelsea bor ekan. Chelsea 5 taligimizda yo'q. Liverpoolchi? Liverpool 4-o'rinda. Birinchi o'rinda menimcha Visca Barça, Visca Kataloniya. Barselona. Afsuski, Barselona 2-o'rinda, Real Madrid 1-o'rinda. Bu ma'lumoting bo'lishi mumkin emas bo'lgan narsa. Barça birda bor. Real 1da aka. Keling bahslashamiz. Qancha obunachingiz bor? 11800. Menda 41700 ta. 48 soat ichida Barselona muxlislari sizga obuna bo'lishadi, Real Madrid muxlislari menga. Kimga ko'p odam qo'shilsa, o'sha klub muxlislari 1-o'rinda bo'ladi. Barsachilar qo'llab yuboramiz. Biz Realchilar yalinmaymiz, Real Madrid o'zi bosa orasida.